Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, Oson Shitob ilovasi foydalanuvchilari. Mening ismim Javlon, Oson Shitob ilovasining yaratuvchisiman. Hozir Oson Shitob ilovasiga e'lon joylashda o'rgatmoqchiman. Bu yerda ushbu ma'lumotlar kiritiladi. Ya'ni birinchi o'rinda kompaniya nomi. Misol uchun Oson Shitob. Bu yerga biron bir rasm qo'yamiz. Kompaniya logosini yoki shunga o'xshagan rasm. Men misol uchun shunchaki o'zimning rasmimni qo'yib qo'ymoqchiman. Xo'p. Sarlavhaga nima yoziladi? U yerga kerakli xodim. Misol uchun operator bo'lishi mumkin yoki programmist, dizayner bo'ladimi? Misol uchun ayni vaqtda bizga kerakli bo'layotgan narsa Flutter dasturchisi. Kategoriyaga o'sha ish e'loningizning sohasi, ya'ni qaysi kategoriyaga bo'linishi. Misol uchun bizaniki Flutter, ya'ni IT soha bo'lganligi uchun IT mutaxassislikka va bu yerdan Flutter dasturchisiga yozamiz. Shu ma'lumot o'rnida aytib o'tishim kerak, kategoriyada bitta soha bo'yicha maksimum 3 tagacha bo'lim tanlash mumkin. Xo'p, tavsifga bu yerga kerakli ma'lumotlardan biri, ya'ni bu nimani oldini oladi? Ko'pincha ortiqcha qo'ng'iroqlarni oldini oladi. Ish qidirayotgan odam shu ma'lumotlarni o'qib chiqqan holatda sizga to'g'ri maqsad bilan aloqaga chiqadi. Misol uchun yozamiz bu yerga tajribali va intizomli xodim kerak. Bu misol uchun u yerga siz istalgancha kerakli ma'lumotlar yozishingiz mumkin va keyingi qatori ish vaqti. Ish vaqtiga kelishilgan holda belgilashingiz ham mumkin. Bu yerga tugma bor. Shu tugmani ezgan vaqtingiz kelishilgan holda bo'lib chiqadi. Agar buni ezmasdan vaqtni belgilab qo'yishingiz ham mumkin. Buning uchun bu yerda misol uchun ertalabki 9 dan kechki 17:00 gacha ish vaqtini belgilaymiz. Endi ish haqiga keladigan bo'lsak, bu yerda ham xohlasangiz kelishilgan holda qilib qoldirishingiz mumkin yoki aniq sommalarda yozish mumkin. Va oylik yozayotgan vaqtda ikki xil valyutada yozish mumkin, so'mda va dollarda. Biz dollarda yozamiz. Dollarda $500 dan $8 gacha oylik maoshi o'rtasi. Xo'p, keyingi qator eng muhim joylardan biri manzil ko'rsatish. U yerda masofaviy qilishingiz mumkin, ya'ni programmist bo'ladimi yoki biror bir xodimingiz bilan onlayn tarzda ishlashingiz mumkin. Buning uchun masofaviy tugmasi bosib qo'yiladi. Agar ma'lum bir ish joyiga, ya'ni adresga ega bo'ladigan bo'lsa, u yerga manzilni ko'rsatish degan tugmani bosasiz va u yerdan kerakli viloyat yoki Toshkent shahri. Misol uchun Toshkent shahri. Hop, Yunusobod tumanini belgilaymiz va marshrut Yunusobod tumaniga olib boradi va u yerda aynan ish joyida joylashgan manzil belgilaymiz. Misol uchun bu joyda belgilaymiz, mana Universal bozorini. Albatta u joyda hech qanaqa ish o'rni yo'q. Keyingisi talaba kerakmi? Ya'ni studentlar uchun alohida bizda o'sha bir ma'lumot bor. U yerda xohlasangiz xani ezsangiz, u yerda maxsus bir ko'rinish bilan chiqadi yoki yo'q desangiz sizni talabalar bezovta qilmaydi. Xo'p, keyingisi ma'lumotlar kiriting bo'limida qo'shimcha ma'lumotlar kiritish mumkin. Ya'ni sizga kerakli bo'lgan xodimning jinsi, erkak yoki farqi yo'q bo'lishi mumkin. Masalan, farqi yo'q. Kerakli xodimlar soni, ya'ni sizga nechta xodim kerak? Bu yerga kelishilgan hol, ya'ni belgilamaslik ham mumkin yoki aniq son kiritish mumkin. Masalan, bizga aynan 2 ta Flutter dasturchisi kerak. Endi bandlik turi qanaqa holatda? To'liq stavka. Bu to'liq stavkani tushuntiradigan bo'lsak, to'liq stavka ya'ni bir oy davomida ertalabdan kechgacha bo'lgan to'liq ish kuni. Yarim stavka. Masalan, ertalabdan tushlikka, ya'ni obedgacha 8 dan deylik soat 1 gacha yoki 2 gacha. Onlayn bor bu yerdagi, offlayn. Offlaynda belgilashingiz mumkin yoki gibrid. Gibrid tushuntiradigan bo'lsam, bu qanaqa? Masalan, haftada 3 kun yoki bir oyda 15 kun bo'ladi. Bir kun keladi, bir kun kelmaydi. Shu gibrid usul bo'ladi yoki kunlik ravishda. Ya'ni siz kunlikka ham xodim olishingiz mumkin. Keyin bizga to'liq stavka kerak va keyingisi ish tajribasi, optini xohlasangiz kerak emasdi ham belgilashingiz mumkin. Ya'ni ish tajribasi talab qilinmaydi. Yoki 1 yildan 3 yilgacha, 3 yildan 6 yilgacha yoki 6 yildan ortiq.
bizga 1 yildan 3 yilgacha bo'lgan tajribasi bor xodim kerak. Keyingisi sinov muddati. Ya'ni sizda agar sinov muddati bo'ladigan bo'lsa, 1 kundan 3 kungacha, 4 kundan 7 kungacha belgilashingiz mumkin yoki mana bu narsani belgilab qo'ysangiz kelishilgan holda bo'ladi. Keyingisi rasm qo'yish, ya'ni ish joyidan biron bir rasmni qo'yishingiz mumkin yoki boshqa. Masalan, biz test uchun rasm qo'yib ko'ramiz. Mana rasm ketdi. Saqlash tugmasi bosamiz endi. Saqlash tugmasini bossangiz saqlanmaydi. Keyingisi aloqa uchun telefon raqamlari. Birinchi o'rinda aloqa uchun ismingiz. Masalan, misol uchun Javlon. Keyingisiga username, agar Telegramingizga yozish kerak bo'lsa, usernamingizni yozib qo'yasiz. Misol uchun bizaniki oson ishtop admin. Keyingi qatorda sizdan ro'yxatdan o'tgan nomeringiz e'lon joylashda majburiy qo'yiladi. Va u yerga siz qo'shimcha ravishda nomer kiritishingiz mumkin. U yerga misol uchun 912334 hokazo qo'yishimiz mumkin. Bo'ldi, kerakli ma'lumotni to'ldirdik. Davom etish tugmasi bosamiz, u yerdan tarifni belgilaymiz. Bizda premium, komfort va standart tariflari bor. U yerda narxlar har xil. U yerda siz har bir tarif tanlaganingizda u qanaqa dizayn chiqishini ham ko'rishingiz mumkin. Premium tarifda shunaqa holatda ko'rinadi, komfortda va standartda. Va standartda ayni vaqtda e'lonlarimiz bepul va joylashingiz mumkin. Misol uchun biz hozir premium tarif bo'yicha qo'yib ko'ramiz. Kuniga 5500 so'mdan. Xo'p, bu yerda kerakli muddatni tanlaymiz. 7 kun bor, 14 kun bor yoki 30 kunga. Misol uchun 14 kun eng optimal variant va nashr qilish tugmasi ekan. Shu tugmani bosamiz. Undan oldin biz ko'z tugmasini bosadigan bo'lsak, e'lonimiz qanaqa ko'rinishini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni e'lonimiz shu holatda ko'rinar ekan. Kerakli ma'lumotlarni to'g'ri ekanligini tekshirib olamiz. Va to'g'ri ekan orqaga qaytamiz va nashr qilish tugmasini bosamiz. E'lonimiz tekshiruv uchun yuborildi va adminlar tomonidan tekshirilib qabul qilingandan keyin albatta e'lonimiz ommaviy ravishda barchaga ko'rinish boshlaydi. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar sizlarda savol bo'lsa, boyagi oson ishtab adminga murojaat qiling va sizlarga qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Sizlar bilan Javlon bo'ldi. Oson ishtab ilovasini yuklab oling.